Sure Tevbe tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklerge qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar kılış ilanıdır. Ey müşrikler! Yeryüzüde halıgının lace 4 ay yürünglar. Bilinler ki sizler Allah'ın azabından kaçıp kurtulanmaysızlar. Bilinler ki Allah kafirlerini har kılgıcıdır. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamber tarafından kişilerge çıkarılgan ilandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklerden ada judadır. Eğer küfrden tövbe kılsanlar, bu sizlerge gumrahlıkta ketiverişten yaxşıdır. Eğer İslam'dan yüz öğrensenler, bilinler ki Allah'ın azabından kaçıp kurtulanmaysızlar. Kafirlerge qattiq azab bilen beşaret bergin. Amma müşrikler içideki sizler bilen muahide tüzgen, muahidege hiç qandaq xilaflık qilmagan, sizlerge karşı hiç qandaq adamge yardım bermegenlerge kelsek, ular bilen tüzgen bu muahidege onun vaqti toşqanına kadar riayet qilinglar. Şübihisiz ki Allah taqvadarlarını dost tutudu. Uruş qilish haram qilingan aylar ötüp ketgende, kelişimning buzilishiga sababchi bo'lgan mushriklarni qayerda ko'rsanglar, qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qorshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakat bersa, ularni qo'yib beringlar. Şübhisiz ki Allah tövbe kılgıçılarga mağfiret kılgıcıdır, rahim kılgıcıdır. Eğer müşriklardan birer kişi senden amallık dilese, ta ki o Allah'ın kelamını yani Kur'an'ını anlığanğa yani fikir kılıp onun hakikatigi yetkenge kadar onun amallık bergin. Andın o iman etmese onu cini, mili aman tapıdığan jağı yetkizip koygan. Bu şunun için ki ular İslam dininin hakikatini hukmaydigan kavimdir. Allah'ın ve onun peygamberinin karışıca ahdisiga vapa kılmaydigan müşriklerde qandaqmı muahide degen narsa bolsun. Amma Mescidi Haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan müşriklar agar ahdisiga vapa qiladigan sizlarmi vapa qilinglar. Şübhisiz ki Allah taqvadarlarını yani Rabbidin qo'rqqan ahdisiga vapa qilgan xiyonet qilmaganlarni do'st tutadi. Mushriklar ahdisiga qandaq vapa qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning haqqinglarda ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni ig'izlarida xo'sh qiladi. Dillarda va'dasida turishni xolamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fasiqlardir. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular mu'minlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ayni shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshqichilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakat bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Eğer ular ahdi bergandan keyin qasamlarini buzsa ve dininglarni ayiblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Ey mu'minlar jamoasi, ahdi berganda ichgan qasamini buzgan
payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Ularga urush ichinglar. Alloh ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Alloh ularni xor qiladi. Alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Hem ularni dillaridagi ochiqdan xalos qildi. Alloh xohlagan odamni tavbaga muvofiq qildi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan, mu'min va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar? Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allohning masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allohning masjidlarini obod qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular davzaxda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqasidan qo'rqmagan kishilarni obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ayni shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'z tutiladi. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haramni obod qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar? Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Iymon etganlarning, hijrat qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ayni shular savob tepish bilan maqsadiga erishkichilardir. Rabbi ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki Allohning dargohida ularga katta savob bor. Ey mu'minlar, agar otillaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrini ortiq ko'rsa, kufridan mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. Ishchinglardan kimlarki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammu mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amrigacha kutinglar. Alloh fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketuvchilarni hidoyat qilmaydi. Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmanlaringlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi.
qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tortuyildi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab orqanglar qarab qochdinglar. Ondan Allah payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kafirlarni o'ldirish va asir elinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Allah xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, mushriklar Allohni inkor qilganliklari, e'tiqodi buzuq bo'lganliklari uchun faqat nijisdir. Mushi yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yilidan keyin ular Masjidi haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Agar sizlar, ey mu'minlar, mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan faqirlikdan qo'rqsanglar, Allah xolasa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudilar Uzeyrini Allohning o'g'li, Nasoralar Isoni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Allah o'zining kitobida va uning payg'ambarining sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya to'lganga qadar urush qilinglar. Yahudilar Uzeyr Allohning o'g'lidir dedi. Nasoralar Masih, ya'ni Isa Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zidir. Ularning so'zlari ilgiriki kafirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsinki, Allohning balasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandaqmi Allohning balasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Ular o'zlarining hibrillarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasoralarning diniy boshliqlarini, o'limalarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Uningdan boshqa, ya'ni olamlarning Robbi Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah ularning shirk keltirganlaridan pokdir. Ular, ya'ni mushriklar, Yahudilar va Nasoralar Allohning nurini, ya'ni islom dinini eg'izlari, ya'ni yolg'on yovdoq bo'htonlar bilan o'chirmoqchi bo'ldi. Allah o'z nurini ustun qilmaydi. Kafirlar buni yomon ko'rgan taqdirdami? Allah haq din, islomni barliq dinlardan ustun qilish uchun o'zining payg'ambarini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'liq hidoyat va haq din bilan avatdi. Mushriklar uning ustun bo'lishini yomon ko'rgan taqdirdami? Ey mu'minlar, Hebriler ve rahiblardan, Yahudi ve Nasara ölümalardan nurgunları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın dinine kiriştin tosudu. Altın kümüş yığıp onu Allah'ın yolunda serp kılmaydıganlığa dövzakta boluduğan kattık azap bilen bişaret begin. O günde, yani kıyamet günüde o altın kümüşle cehennemning o'tida qizitilib
Onun bilen ularning peshonalari, yonlari ve dümbilleri dağlanıdı. Ulağa bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin kumushinglar. Sizlar bu dunyolaringlardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin kumushinglarning vabalini tetinglar deyildi. Şübhisizki osmon ve zimin yaratılgandan tatip qamari aylarning soni Allah'ın dergahida yani Levh-ül Mahfuzda 12'dir. Ulardan töti yani Zulqa'ide, Zulhecce, Muharrem, Recep uruş kılış haram kılınan aylardır. Bu doğru dindir. Yani mezkur 4 ayda uruşun haram kılınışı Allah'ın doğru dinidir. Bu aylarda ulanın hürmetini saklamaslık bilen Allah çekilgen günah işlerini kılış bilen özünlağı ziyan salmanla. Müşrikler silahı birlikte hücum kılgandek silahı ulağa karşı birlikte uruş kılınla. Bilinla ki Allah takvadarlar bilen billidir. Yani Allah'ın emrini beca keltiriş, men'i kılgan işlerden çekleniş bilen Allah'tan korkuçulağa, Allah'ın yardım berdiğanlığa işencili bulunlar. Ayni arkağı sürüş, yani uruş haram kılıngan ayni başka bir ayı özgertip, yılının 12 ayını 13 ayı köpeytiş, küfrünü ziyade kılıştır. Bunun bilen kafirler azdırılıdı. Ula Allah haram kılgan aylarının sanığa muvafıklış için onu bir yıl halal kılsa, ikinci yıl haram kılıdı. Şunun bilen ula Allah haram kılgan ayını halal kılıdı, ulağa özlerinin yaman emelleri çıraylık gösterildi. Allah kafir kavmini hidayet kılmaydı. Ey müminler! Sizlerge Allah'ın yolunda cihad kılışka çıkınla değilse, nemişki yurtınlardan ayrılgınlar kelmeydi. Dünya hayatını ahiretteki baxt bilen tegişke razı buldunlar mı? Dünya hayatıdan bahrimen buluş, ahiretinin nimetleri bilen seliştirganda paydası az nesidir. Eğer sizler cihadga çıkmasanlar, Allah sizlerge qattiq azap kılıdı. Sizlerni halak kılıp, ornunlağa sizlerden başka kavmini keltirdi. Sizler Allah'a kılıç ziyan yetküzelmeysizler. Allah her nerseki kadirdir. Eğer sizler Allah'ın peygamberine yardım kılmasanlar, Allah yardım kılıdı. Allah hakikaten onun yardım kılgan idi. Öz vaxtida kafirler onu Mekke'den haydap çıkargan idi. Onunla fakat bir kişi, yani Ebu Bakr Siddiq hemrah idi. Aynı zamanda o ikisi gardı idi. Resulullah hemrahiga gam qilmagan, Allah hakikaten biz bilen billa deydi. Allah onunla, yani peygamberge xotirjamlik bag'ishladi. Onunla farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kafirlarning sözünü, yani şirk kelimesini pes kıldı. Allah'ın sözü, yani kelime tevhid üstündür. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ey müminler camiası, sizler yenik bolgan yoki egir bolgan holatda, yani meyli yaş, qeri, piyade, ulaqlıq bolunlar, oңushliq ve qiyin sharoitda bolunlar, ixtiyari ve ixtiyarsız bolunlar, hamma ahvolda jihadga chiqinglar. Allah'ın yolunda melinglar bilen, jininglar bilen jihad qilinglar. Eğer bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Eğer ularning da'vat qilganini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hal safar bo'ladigan bo'lsa, agar ularning da'vat qilingani oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hal safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana ergishib g'animat elish maqsadida chiqadi.
Lekin bu araliq ularga yiroq bilindi. Ular Allah bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan bil chiqatdiq deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini o'zlari halok qiladi. Allah bilidiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allah seni kechirdi. Özrisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmagicha nimishqa ularga chiqmaslikqa ruxsat berding? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohga va oxirat kuniga ishonadiganlar sendan mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni bala sendan ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tingirqab yurdi. Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Allah ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni selib, ularning irodasini sundurdi. Ularga uylarda qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Oranglarga bo'lgunchilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ularning so'zini anglaydiganlar bor. Allah zalimlarni, ya'ni munofiqlarning ichki ishini obdan bilgichidir. Ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bo'lgunchilik selishga uringan, sana hiyla mikrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular mundaq bo'lishni, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Ularning orasida menga, ya'ni mening qilmishimga ruxsat qilgan, meni baloga giribta qilmagan, ya'ni Romning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sabab chiqib bo'lmagan deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribta bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turguchidir. Agar sen biror yaxshilikka erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xo'shal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsa yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin, ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishni yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashni kutyapmiz. Sizlarmi o'zinglarga kelganni kutinglar. Bizmi albatta o'zimiz kelganni kutaylik. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. Ularning bergan nafiqalari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xo'sh yoqmaslik bilan o'qiydi. Pul milini rozilik bilan bermaydi. Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Allah bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib
ağzıda musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gemini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning ba'zisi sening sadaqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa xo'sh bo'ladi, berilmas xafa bo'lishidi. Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi. Biz haqiqatan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rg'uchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlariga, dillarini islomga moyil qilish uchun ko'z tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga berildi. Bu Allah'ın belgilemesidir. Allah bendilerinin menfaatini obdan bilgiçidir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ulanın bazıları peygamberge sözü ve hareketi arkalık eziyet yetkizidi ve peygamberini anlayan neslinin hemmesine işinidir. Deydi. Aytqin ki, duruz, o sizlarga foydali so'zlarni anglab ishinidir. Allohning so'zlariga ishinidir. Mo'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishinidir. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadi deb Alloh bilan qasam qildi. Agar ular rostli mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uni payg'ambariga kimki qarshilik ko'rsatgan, uning do'zaxga kirdiganligini, do'zaxda mangu qoladiganligini bilmamdi. Ayni shu cho'ng rasvolikdir. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqni mu'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxir qilinglar. Sizlar pash bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Alloh cho'qim oshkor qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sen ularning masxir qilganligini so'rasang, ular biz rost emas, faqat ish-pushq qilib o'ynashib deb qo'ydik deydi. Bu munofiqlarga sizlar Allohning dinini, Allohning oyatlarini, ya'ni kitobini va Allohning payg'ambarlarini masxir qildinglarmi degan. Sizlar yolg'on qasam ichib o'zri aytmanglar. Sizlar iymon etganinglardan keyin payg'ambarni masxir qilish bilan kofir bo'ldinglar. Sizlardan bir guruhni rost tavba qilganliklari uchun afu qilsak, yana bir guruhni gunohkor bo'lganliklari, ya'ni munofiqlik bilan gunohni davomlashtirganligi uchun jazolaymiz. Sure Tevbe tercümesi 67. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Münafık erler bilen münafık ayallar münafıklıkta ve imandan yirak buluşta birbiriga okşaydı. Ular yamanlıkka buyruydu. Yaxşılıktan tosudu. Ular kollarını yumuvalıdı. Yani bekillik kılıp sadaka vermeydi. Ular Allah'ını unutdu. Yani Allah'ın taatini terk etti. Allah mı ularını unutdu. Yani Allah ularını özünün fazlidan ve rahmetinden mahrum kıldı. Şüphesiz ki münafıklar fasıklardır.
Allah munofiq erlarga, munofiq ayollar va kuffarlarga do'zaxni va'da qildi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Do'zax ularni azoblashga yetarlikdir. Allah ularga la'nat qildi. Ular mangulik azobga duchor bo'ladi. Ey munofiqlar, sizlarning holinglar sizlardan burun o'tgan halok bo'lgan ummatlarning holiga o'xshaydi. Ular kuch-quvvatda sizlardan kuchlik, mol-mulki va avlodi sizlarningga qaraganda ko'p edi. Sizlardan burun o'tganlar dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibasidan bahramand bo'lgandek, sizlarmu dunyoning lazzatlari jihatdagi nasibanglardan bahramand bo'ldinglar. Ular batılga chumgandek, sizlarmu batılga chumdinglar. Ayni shularning yaxshi amallari dunyo va oxiratda e'tiborsizdir. Ayni shular ziyon tortqichilardir. Ulardan burun o'tganlarning Nuh, Ad va Samud qavmlarining, İbrahim qavmining, Madyan aholisining ko'mtirib etilgan qishloqlarning, ya'ni Lot alayhissalom qavmi qishloqlarining xabarlari kelmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar elib keldi. Bu mo'jizalarni ular inkor qildi. Allah ularga zulm qilgani yo'q. Lekin ular kafir bo'lish va gunoh qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. Mu'min erlar, mu'min ayollar bir-biri bilan do'stdir. Ular kishilarni yaxshi ishlarni qilishga buyuriydi, yomon ishlardan to'sidi. Namozni to'liq ado qiladi, zakat beradi, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qiladi. Ayni shularga Allah rahim qiladi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allah mu'min erlar va mu'min ayollarga ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamish turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Ey payg'ambar, kafirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qilgin. Ularga qarshi g'azot qilish va qo'rqinch selish bilan qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy? Ular, ya'ni munofiqlar hech nima demaganligi to'g'risida Alloh bilan qasam qiladi. Ular haqiqatan kufr so'zini aytdi. Islom diniga kirganligini ifodalagandan keyin kafir bo'ldi. Ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni o'ldirishni qasdladi. Ularning payg'ambar alayhisalomni yomon ko'rishi faqat Allohning va uning payg'ambarining ularni o'z fazlidan boy qilganligi uchundir. Agar ular munofiqlikdan tavba qilsa, o'zlariga yaxshidir. Agar ular iymondan davomli yuz o'rsa, Allah ularni dunyo va oxiratda qattiq azob bilan jazolaydi. Yer yuzida ularni azobdan qutuldiradigan biror do'st va biror madadkor topilmaydi. Ularning ishidagi ba'zilar, agar Allah bizga o'z fazlidan ato qilsa, ya'ni rizqimizni keng qilsa, albatta sadaqa beradi, albatta yaxshilardan bo'ladi deb Allohga ahd qildi. Allah ularga o'z fazlidan ato qilgan, ya'ni boy qilgan chaqda bexillik qilishdi va ahdini buzib Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilishdan yuz o'rishdi. Ular sadaqa qilamiz, yaxshilardan bo'lamiz deb Allohga bergan ahdisiga xiloflik qilganliklari, iymonini, ihsonini da'vo qilishdiki yolg'onchiliklari uchun Allohga muloqot bo'ladigan kun, ya'ni qiyomat kuniga qadar munofiqlikning dillarida yildiz tortib turishini Allah ularning
işinin akıbeti kıldı. Allah'ın ulanın içki sırlarını özara kılışkan yoşurun sözlerini bilip durduğanlıkını, bütün gayiplerini çonkur bildiğanlıkını ula okumamdı. Münafıklar müminlerin içindeki mertlik bilen köp sadık kılgıçılarını taqtının yetişçe yani kembegal boğanlıktan az sadık kılgıçılarını ayıplaydı. Ularını mezhir kılıdı. Allah ularını mezhir kılganlıkları için cezalaydı. Ular qattiq azapqa duchor bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ular yani munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qilgin, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Allah hergiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allahni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Allah fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Resulullah'a xiloflik qilib, Tabuk g'azitiga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar uylarida bahramon o'ltirganliklari bilan xushal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun az kulsin, ko'p yig'lasin. Agar Allah seni Tabuk g'azitidan qaytirib, o'zrisiz qilib qolgan, o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga ilib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Şübhisizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay, uyinglarda bahramon o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafna qilish, ziyorat qilish yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmagan. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. Ularning mollari va avlodlari seni ajablantirmasin. Allah dunyoda bular orqali ularni jazolashni, ularning kafir peti can üzüşünü irade kıldı. Birer sure nazil kılınıp, Allah'a iman etinla ve Allah'ın peygamberi bilen birle cihad kılınla değilse, ulanın arasındaki maldarla senden gazattan kılıp kılışka ruhsat soraydı. Ula bizni koy, gazat çıkmay, öylerde bahraman olturguçlar bilen birle bolaylı deydi. Ula öylerde kalgıçılar, yani ayollar, keseller ve acizler bilen birle buluşka razı buldu. Ulanın dilleri peçetlendi. Şunun için ula cihaddaki peygamberge itaat kılıştan geldiğin bəxtini düşenmeydi. Lekin peygamber ve peygamber bilen birle iman etkanlar malları bilen, canları bilen cihad kıldı. En şula ikkili dünyanın yaxşılıklarına nail boludu. En şula məqsədki yetkişilerdir. Allah ulağa astıdan östənlər iqib turduğan cennetlerini tayarladı. Ula onun da məngü qalıdı. Bu çoğun bəxtdir. Arabilerden özleri bayan kılgıçılar cihadga çıkmaslıkka ruhsat sorap geldi. İmanını dava kılıp
Allahqa va uning payg'ambariga yolg'onchilik qilganlar jihadga chiqmadi. Ya'ni Arabiylardan yana bir turkumi jihadga mı chiqmadi. O'zini bayon qilibmi kelmadi. Ulardan kafir bo'lganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Acizlar, ya'ni yaşangan boylar, kesellar, jihadga chiqishga xarajat topolmaganlar Allahqa va Allohning payg'ambariga sodiq bo'lsalar, jihadga chiqmasa gunoh bo'lmaydi. Yaxshi ish qilguvchilarni ayblashga yo'l yo'qdir. Allah mağfiret qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Yeni mundaq kishilarni ayblashga yo'l yo'qdir ki, ular jihadga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan ulug'im yo'q deding. Ular jihadga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari boy turib jihadga chiqmaslikka ruxsat so'raganlar ayblanish kerak. Ular jihadga chiqmagan ayollar, kesellar, ojizlar bilan birga bo'lishga rozi bo'ldi. Allah ularning dillarini pichatlab etdi. Shuning uchun ular Allohning amrini bilmaydi. Ularning yeniga, ya'ni Madinaga Tabuk g'azatidan qaytib kelgan chaqinglarda ular sizlarga g'azatdan qilib qolganliklari to'g'risida o'zri bayon qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga o'zri bayon qilmanglar, sizlarning so'zinglarga ishonmaymiz. Allah sizlarning ahvolinglarni va dilinglardagi munofiqlikni bizga xabar qildi. Allah va uning payg'ambari sizlarning buningdan keyingi amalinglarni ko'rib turdi. Munofiqlikdan tavba qilamsizlar yoki uningda ching turamsizlar? Ondan keyin, ya'ni o'lganinglardan keyin yo'shurun va oshkora ishlarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah sizlarga butun qilmishlaringlarni aytib berdi degan. Ular, ya'ni munofiqlarning yeniga qaytib borganinglarda ular sizlardan ularni ayblamaslikinglar uchun yolg'on o'zirlar bilan qilib, yolg'on o'zirlar bayon qilib Alloh bilan qasam qildi. Ulardan yuz o'ringlar. Ular haqiqatan nejisdir. Qilmishlarining jazosi uchun ularning boradigan joyi jahannamdir. Sizlarning roziliqinglarga erishish uchun ular sizlarga qasam ichib berdi. Sizlar ulardan rozi bo'lsanglar, bu ularga foyda bermaydi. Chunki Allah fasiq qavmdan rozi bo'lmaydi. Arabiylarning, ya'ni qir arablarining kufri va munofiqligi texmi ziyodadir. Allah payg'ambariga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Allah maxluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Arabiylardan ba'zilari Allah yo'lida bergan narsalarni seliq hisoblaydi. Sizlarning hodisiga uchrashinglarni kutadi. Ularning o'zlari halokatga uchrasin. Allah ularning so'zlarini anglab turguchi, ishlarini bilib turguchidir. Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Allah yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Ular bu orqali rostla Allohga bo'lgan yaqinchilikka erishadi. Allah ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Allah haqiqatan mu'min bandalarga nihoyat mag'firat qilguchidir, ularga to'liq mehribondir. Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansorilardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar. Ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmu Allohdan mamnun bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Atrofinglarda Arabiylardan munofiqlar bor.
Medine ahalisidanmi munofiqlikda ching turganlar bor. Ularni sen bilmaysan, biz bilamiz. Ularni ikki qitim, ya'ni dunyoda qatl qilish va asir elish bilan o'lganda go'r azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga, ya'ni davzax azobiga qaytariladi. Yana bir qism kishilar gunohlarini e'tirof qildi. Ya'ni boshqalarga o'xshash jihadga chiqmaganligiga yolg'on o'zri aytmadi. Ular yaxshi ishga yomon ishni aralashtirib qo'ydi. Allah ularning tavbasini qabul qilishi mumkin. Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning mollarining bir qismini sadaqa hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlaridan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgansan. Ularga duo qilgin. Shubhisizki sening duoying ularga xotirjamlik elib keladi. Allah ularning so'zini anglab turguchi, niyatlarini bilib turguchidir. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tavbini bakmi qabul qiladiganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdi. Ularga aytqinki, xohlagan amallarni qilinglar. Qilgan amalinglarni Allohning payg'ambari va mu'minlar ko'rib turdi. Yushurun va oshkor narsalarni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga xabar qildi. Yana bir qism jihadga chiqmagan kishilarning ishi Allohning amriga qaytarildi. Allah ya ularni tavba qilmasa jazolaydi, ya ularni tavbaga muvaffaq qiladi va mag'firat qiladi. Allah ularni, ya'ni ularning ahvolini bilib turguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ba'zi kishilar mu'minlarga ziyon yetkazish, kufrini kuchaytirish, mu'minlarning orasini buzish, Allohga va uning payg'ambariga qarshi turgan odam, ya'ni Abu Amr Harohibning kelishini kutishi maqsadida masjid bino qildi. Ular biz faqat yaxshilikni iroda qildik deb cho'qim qasam qildi. Allah guvohlik beridiki, ular shak shubhasiz yolg'onchilardir. U masjidda mangu namoz o'qimagan. Birinchi kunidan tortibla taqvolik asosiga qurilgan masjid haqiqatan sening namoz o'qishingga eng loyiqdir. Uningda gunohlardan pok bo'lishni so'yadigan kishilar bor. Allah ichki va tashqi jihatdan pok bo'lg'uvchilarning do'stisidir. Dinning binosini Allohning taqvodorlik va Allohning roziligi asosiga qurgan odam yaxshimi yoki uni yiqilay deb qolgan yoning girvigiga qurib, o'zimi uning bilan birga davzax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Taki ularning yuraklari pari bo'lib o'lmaguncha ularning sog'an masjidi, ya'ni masjidi zirar, dillardagi gumon munofiqlikning yiltizi bo'lib qolaverdi. Allah munofiqlarning ahvolini bilib turguchidir. Ularning yomon niyatiga asosan ularni jazolashda hikmat bilan ish qilguchidir. Shubhisizki Allah mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ltirdi va o'ltirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ladi. Jihad qilguvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdan bak vafo qilguvchi kim bor? Qilgan bu savdanglardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir.
Ular günahlardan tövbe qilg'uvchilar, ixlos bilan ibodat qilg'uvchilar, Allohga hamd sana aytquchilar, ro'z tutquchilar, ruku qilg'uvchilar, sajda qilg'uvchilar, yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'squchilar, Allohning belgilamalariga rioya qilg'uvchilar, ya'ni Allohning bekitgan farzlarini ado qilib, cheklaganlardan yong'uvchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yuqoridagi sifatlarga ega mu'minlarga jannat bilan xo'sh xabar bergin. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p ahchekchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Allah birer qavmni hidoyat qilgandan keyin ular saqlanishga tegishli ishlarni bayon qilmay turib, ularni gumroh qilmaydi. Ya'ni gumrohlikka hukm qilmaydi. Allah haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Shubhisizki osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. Allah o'likni tirildirdi, terikni o'ltirdi. Sizlarga Allohdan boshqa hech do'st va madadkor yo'q. Allah haqiqatan payg'ambarning va uningga qiyinchilik paytda ergashgan muhojirlar va ansarlarning tavbasini qabul qildi. Aynı zamanda ularning orasidagi bir turkum kishilarning dillari haqdan burilib ketishga tas qolgandan keyin Allah ularning tavbasini qabul qildi. Allah ularga to'limi marhamatlik, nihoyatda mehribondir. Jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Allah qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tortuyilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qilguvchilardan bo'lishi uchun Allah ularni tavbaga muvaffaq qildi. Allah tavbani bekmi qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Medine aholisi ve ularning atrofidagi a'robiylarning Rasululloh bilan jihadga birga chiqmay qilib kelishi o'zlarining aromi bilan bo'lib, jafoda Rasululloh bilan birga bo'lmasligi to'g'ri emas edi. Bu, ya'ni ularni jihadga chiqmay qilib kelishdan ma'ni qilish shuning uchunki ular Allohning yo'lida uchragan ussizlik, tortgan jafo mushaqqat va ochlik ularning kofirlarni xafalıqqa saladigan her bir qadami düşmanlar ustidan erishgan, ularni o'ltirish, asir ilish, mag'lub qilish qatorliq har bir narsa uchun Allohning dargohida ularga yaxshilik, ya'ni savob yoziladi. Allah albatta yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Ularning Allah'ның yolunda meyli kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, sarf qilgan narsasi va jihad uchun basqan har bir musofisi ularning qilgan amallariga eng yaxshi mukofot berish yuzidan ularga yoziladi. Mu'minlarning hammasining jihadga chiqishi shart emas. Ularning bir turkumi jihadga chiqqan ekan, ularning ichidagi har bir jamoatdan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmining qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohdan qo'rqish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqi ilm talab qilishga chiqmadi? Ey mu'minlar,
Sizlar o'zinglarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi sizlarga urush ochgan kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan birlidir. Ya'ni Alloh taqvodorlarga madadkordir. Qur'ondan biror so'z sura nazil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu, ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlar keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nazil bo'lishidan xushal bo'ladi. Dillarda kesel bağla, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmi avzaylidi, texmi gumrohlashdi. Ular kafir peti öldü. Ular özlerinin her yıl bir qitim yoki iki qitim silindiganligini, ular özlerinin her yılı bir qitim yoki iki qitim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nazil bo'lib, sirlarining pash qilindiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi. Ya'ni nifaqdan qaytmaydi. İbretmi olmaydi. Ular Payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nazil qilinsa, ular bir-biriga qarshib, sizlarni birasi ko'rib qolarmi deyishib tikib o'tadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Allah ularning dillarini o'zgartib etdi. Ey insanlar, şübhisiz ki sizlarga öz aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning külpet chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglar g'erisdir. Mu'minlarga omroqdir, nihoyat ko'yimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iman etishdan yüz o'risa, sen Allah man kupay qiladi. Onundan başqa hiç ilah yoktur. Onunğa tevekkül qildim. Yani Allah'a yölendim. Allah'tan başqa hiç ahdidan ümid kütmeymen ve korkmayman. O büyük erişinin Rabbidir degin.